Qarshi shahridan Jalilova Xulkar. Bu yerga keldim. Bu yoqqa kelgandan keyin buni manzaralarini ko'rib, joylarini ko'rib, yoqib qoldi menga bu joy. Keyin mana suvlarini, mana bugun 3-kun ancha o'zimni asablarim joyiga tushdi. Miyalarim dam olyapti. Juda ham menga yoqdi, juda ham yoqdi. Ayniqsa mana bu toza havosi o'zidan o'zi bu kislorod ko'pligidanmi faqat uyqusi keladi, faqat dam olgisi keladi. Menga lecheniyalari yoqdi. Hamma narsalari yoqdi. Keyingi yil ham shu yerga kelaman, albatta kelaman. Xo'jayinimni ham olib kelaman. Ovqatlari juda ham yaxshi. Qo'llari shirin aka, rahmat. Mana shu Favur opamizga rahmat. Bitta doktorimiz borlar. Muborak opa. U kishi juda ham muloyim, juda ham bir tajribali doktor ekanlar. Mulohazali, tajribali, shunaqa yaxshi maslahatlar berdilar. Juda ko'p narsalar o'rgandik. Ko'p narsalarni bilib oldik. Mana shu qishloqda o'rtasida shunaqa chiroyli joy qurilganiga hayron qoldim. Kelyapmiz cho'lda. Cho'lga qanday sanatoriya bo'lishi mumkin deb shu uzoq yo'llardan kelsak, mana shunday chiroyli manzarali joyga duch keldik.